Fuqarolik ishlarida juda ko'p uchrashuvchi yana bir masalalardan biri meros, ya'ni vorislik huquqi bilan bog'liq masalalar hisoblanadi. Ko'pchilikka ma'lum, vorislik masalasini hal qilishda asosan ikki usul vasiyatnoma bo'yicha yoki qonun bo'yicha vorislik masalasi tartibida hal qilinadi. Ikkalasini farqida asosan o'sha vasiyatnoma bo'lmaganda qonunda belgilangan tartibda vorislik masalasi hal qilinishi belgilangan. Endi vasiyatnoma bo'lgan holatlarda hal qilinishi lozim bo'lgan va juda ko'p elementlari mavjud. Ya'ni vasiyatnoma bo'lgan taqdirda ko'pchilikka ma'lum, vasiyatnomada ko'rsatilgan shaxs o'sha vasiyat qoldiruvchi shaxs vafot etgandan keyin o'sha mulkni to'g'ridan to'g'ri qabul qilib oladi. Endi amaliyotda kam uchraydi, ammo qonunchilik tomonidan tartibga solingan yana bir masala holatlardan biri, aytaylik, vasiyatnoma bo'yicha vasiyat oluvchi shaxs vasiyat qoldiruvchi shaxsdan avval yoki vasiyat qoldiruvchi shaxs bilan birgalikda vafot etadigan bo'lsa, mana bu holatda vasiyat oluvchi shaxs bu yerda merosxo'r bo'lib ulush ololmaydi. Uning, ya'ni merosxo'rlari ushbu vasiyatnoma bo'yicha qoldiriladigan mulkni talab qilib ololmaydi. Sababi bu qonunchilikda belgilangan vasiyatnoma qachonki meros ishi ochiladi, meros ishi shaxs vafot etgandan keyin ochiladi. Meros ishi ochilgandan so'nggina vasiyatnoma bo'yicha merosxo'r ushbu mulkni olishi mumkin bo'ladi. Aynan ushbu asos bilan agarda vasiyatnoma bo'yicha merosni oluvchi shaxs va oldinroq vafot etadigan bo'lsa yoki birgalikda vafot etgan vaqtda, ya'ni bir kunda, bir soatda vafot etadigan bo'lsa, mana bu holatda u merosxo'r bo'la olmaydi. Ammo yana bir shu masala bo'yicha dolzarb masala holatlardan biri, ya'ni vasiyatnoma bo'yicha ko'pchilikka ma'lum, o'sha vasiyatnomada ko'rsatilgan mulk meros ochilgandan keyin vasiyatnoma bo'yicha meros oluvchi shaxsga o'tadi. Ammo shunaqangi holat belgilanganki, vasiyatnoma bo'lishidan qat'iy nazar meros ulushini olishi mumkin bo'lgan, ya'ni majburiy tartibda meros ulushini olishi mumkin bo'lgan shaxslar ro'yxati mavjud. Ya'ni bu vasiyatnoma bo'lgan taqdirda ham amal qiladi. Ya'ni bu shaxslar aytaylik, vasiyatnoma bo'lgan taqdirda ham, ya'ni voyaga yetmagan shaxslar, bundan tashqari mehnatga layoqatsiz farzandlar, mehnatga layoqatsiz er yoki xotin, ota-ona, mana shu shaxslar vasiyatnoma bo'lgan taqdirda ham meros ulushini oladi va ularning ulushi qonunda belgilangan tartibda ulush olishi mumkin bo'lgan miqdorda, o'shani yarmiga teng miqdorda olishi mumkin. Ya'ni qonun bo'yicha meros ishi bo'linganda qancha ulush olishi mumkin? Aytaylik, 4/1 qism miqdorida ulush olishi mumkin bo'lsa, shu 4/1 qism ulushni yarmiga teng miqdorda majburiy ulushni oladi. Ammo boshqa holatlarda, masalan, undan ortig'ini vasiyatnomada cheklab qo'yish mumkin, lekin undan kamini cheklashning iloji yo'q. Vasiyatnoma bo'lgan taqdirda ham ushbu shaxslar o'z ulushlarini majburiy tartibda olishi mumkin bo'ladi. Agar sizga ham xuddi shunga o'xshash masalalar bo'yicha yoki boshqa fuqarolik, iqtisodiy yoki yuridik, jismoniy yoki jinoiy ishlar bo'yicha yuridik yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlar orqali biz bilan bog'lanib, masalangizga to'liq qonuniy yechim topishingiz mumkin bo'ladi.